Assalamu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar ma'lamni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir hiç çoğun danışman kishi daryo bo'yida o'ltirib, atrofdagi go'zal manzaralar haqida fikr yuritadi. Nimalarnido xiyol qilyotadi. O to'satdan sug'uchib ketib, sudan qutulishga harakat qilayotgan bir chayonga ko'zi tushib qoldi. Danışman kishi uni qutqizishga qaror qilib, qo'lini uzatgan edi, qo'lini chayon chiqib oldi. Og'riqning qattiqligidan qo'lini darhol tortib oldi. Lekin bir minut o'tmay yana chayonni qutqizishni davom qildi hamda qo'lini yana so'zdi. Chayon yana chaqdi. Bir ozdikin yana 3-chi qitim qo'lni uzatdi. Uning bu harakatlarini kuzatib turgan yiroqdagi bir odam, "Hey inson, birinchi qitimdimi, ham ikkinchi qitimdimi, ham xulos chiqarmadingizmi? Yana nima sababdan 3-chi qitim qo'lingizni sunsiz?" debdi. Danışman uning ogohlantirishga e'tibor bermadi. Shunchalik tasdiqda chayonni qutqizib oldi va hiliqi kishining oldiga kelib, yelkasiga qo'lni asta qo'yib, "Hey bolam, chayonning tabiati chiqish, mening tabiatim bo'lsa, muloyimlik bilan rahim shafqat qilish. Nima uchun men uning tabiatining mening tabiatimning ustidan g'olib kelishga yo'l qo'yman bolam?" debdi danışman. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling.